Assalomu alaykum millionlar o'yinining ashaddiy muxlislari. U17 Osiyo Kubogi bahslari ochilish o'yinida O'zbekiston terma jamoasi yoshlari ishtirok etadi. Amalga oshirib bermoqda. Zarba yo'lladi va gol! Hisob ochilyapti. Ajoyib start ikkinchi daqiqa. O'zbekiston yoshlari imkoniyat bo'lyapti. Yaxshi pas, ikkinchi golni Xadoslar Sarsimbayevni hisobni ochib olyapti o'zi uchun Nurbek. 2-0. Jayxun va Terovning qarshisida yaxshi ishlatdi Silva va darvozamiz Manchester United nabirachisi. Darbe imkoniyat bor. Aliyev 3-gol. Aliyev Xadoslar 3-golni uryapti. Asildek Aliyev. Zatiradan maydonga vaziyat yaratilyapti. Shukrullo! Qanday zarba yo'llayapti? Mana xohish qanday golga olib keldi. Shuni va o'yinni